yoshlar orasida urfga aylanyapti veb sigaretalar chakib ko'rish. O'lim holatlari kuzatilyapti deb eshitdim. Bu qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri, javobini o'zingizdan eshitamiz. Oddiy sigaretalarga qaraganda veb sigaretalarni xavfsiz deb o'ylashadi. Olimlar tomonidan o'rganilgan veb sigaretalarda og'ir metallar, qo'rg'oshin, mis metallari bor ekan, ular o'pkada to'planib qolish xavflari bor. Undan tashqari propilenglikol degan qizdirilganda o'pka shilliq qavatlari, alveolalarda, bronx shilliq qavatlarida, yuqori nafas yo'llari shilliq qavatlarida yallig'lanish prosesslarini keltirib chiqaradi. O'lim deganimizda to'g'ri, bu albatta har bitta veb chekadigan yo sigaret chekadiganda o'limga olib keladi degan gap emas. Agarda masalan o'pkasida obstruktiv kasalliklari bo'lsa, astmalari bo'lsa, og'ir allergik astmatik holatlar bo'lsa, veb sabab nafas bo'g'ilishlari, nafas yetishmovchiliklar kuzatilishi mumkin.